O'zbekiston mahallalari uyushmasi va Unicorn Soft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan raqamli mahalla platformasi mahalla raislari va yettilik a'zolarining chinakam ko'makchisiga aylanib ulgurdi. Bugungi kunda respublikamizdagi barcha mahallalar yettiligi kundalik faoliyatini to'liq raqamli mahalla mobil ilovasi qurilmalari yordamida yuritmoqda. Platforma mahallalarda mavjud muammolar, aholini qiynayotgan masalalarni tezkor aniqlash va ularga qisqa muddatda chora topish imkonini bermoqda. Toshkent shahridagi Tong mahalla fuqarolari yig'ini raisi Ibrohim Rasulov bu boradagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bundan avvallari bitta mana shu mahallaning fuqarosini haqidagi bir haligi ma'lumotlarni olish uchun ham juda ko'plab joylarga murojaat qilishimizga, ko'plab kunlarda sarf qilishimizga, ko'plab qog'ozlarda bir joylarga murojaatlar qilib idoralarga 10 kunlab, 15 kunlab kutishimizga to'g'ri kelardi. Mana hozir raqamli mahalla platformasi juda ham mana shu mahalladagi ishlarimizni juda ham yengil, bir boshqacha bir holatga olib keldi. Raqamli mahalla platformasida hamma ma'lumotlar kiritilgan, shu yoshlar o'ziga yuklatilgan vazifalarni hokim yordamchimiz, xotin-qizlar faolimiz barchasi mana shu qilinayotgan ishlari mana shu raqamli mahalla platformasiga kiritiladi. Ta'kidlash kerakki, raqamli mahalla platformasi va uning mobil ilovasi orqali hujjatlar elektron yuritiladi. Mahallalardagi ijtimoiy yordamlar, grantlar, subsidiyalar tahlil qilinadi. Temir ayollar va yoshlar daftaridagi fuqarolarning holati nazoratga olinadi. Demografik va mehnat migratsiyasiga oid ko'rsatkichlar tahlil qilib boriladi. Bu esa mahallalarda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosatining manzilli yuritilishini ta'minlaydi. Mahalladagi yettilik a'zolari, mahallada ishlovchi xodimlarga juda qulayliklar, shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, raqamli mahalla platformasi orqali har bitta xodim, mahalladagi ishlaydigan xodimlarning har biri foydalanishi mumkin. Bularda oldingi qog'ozbozlik, qo'lda kiritish va Excel, Word har xil dasturlar orqali foydalansa, hozirgi kunda elektron shakllantirilib, qog'ozbozlikdan oldin olinib, har xil ma'lumotlarni birdaniga mahalla platformasi orqali shakllantirib va shu joyning o'zida elektron raqamli ishlash yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunga kelib raqamli mahalla platformasi Toshkent shahrining 585 ta mahallasiga to'liq joriy qilindi. Yangi saylangan mahalla raislari yokida yangi ishga kelgan mahalla yettiligining qolgan xodimlariga bosqichma-bosqich tarzda o'rgatib kelinmoqda. Unicorn Soft kompaniyasining barcha mutaxassislari har bitta mahallalar bilan bevosita alohida ishlab kelmoqdamiz. Tizimga kirgizilgan yangiliklar yokida mahalla yettiligining tizimda ishlashda yuzaga kelgan muammolarini tez va samarali bartaraf etib kelmoqdamiz. O'zbekiston mahallalari uyushmasi tomonidan raqamli mahalla platformasini bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha aniq reja jadvallar ishlab chiqilgan bo'lib, Unicorn Soft kompaniyasi bilan hamkorlikda har bir mahallada platforma faol ishlashi va samarali foydalanishi uchun mahalla raislari hamda yettilik a'zolariga maxsus o'quv mashg'ulotlar tashkil etib kelinmoqda. Shu bilan birga kompaniyamiz dasturchilar tomonidan platforma uzluksiz takomillashtirilib, yangidan yangi imkoniyatlar joriy etilmoqda.